Otchopar mahallasi Andijon tumanida joylashgan bo'lib, uzoq yillar davomida ayrim muammolar girdobida qolgan edi. Shukrlar bo'lsinki, so'nggi yillarda hududlar infratuzilmasiga bo'lgan e'tibor tufayli aholi turmush sharoitida ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Aksariyat muammolar ijobiy yechim topdi, biroq ichimlik suvi bilan bog'liq masala kun tartibiga chiqdi. Aholi ta'minotdagi uzilishlar haqida murojaat yo'lladi. Shundan so'ng Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining axborot xizmati xodimlari manzilda bo'lishib, vaziyatni o'rgandilar. Aytish joiz, ushbu manzilda suv qurilish ishlari 2018-yilda davlat sherikchiligi asosida nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan amalga oshirilgan. Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash ishlari Obi Otchopar mas'uliyati cheklangan jamiyati zimmasida, ya'ni mahalla Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tasarrufiga kirmaydi. Shu bois foydalanilgan ichimlik suvi uchun to'lovlar bevosita mas'uliyat cheklangan jamiyati hisob raqamiga o'tkaziladi. Ushbu mavzuga shu joyda nuqta qo'yish ham mumkin edi. Biroq aholi murojaatiga nisbatan aniqlik kiritish maqsadida ta'minotchi korxona mas'ullariga yuzlashdik. Bu qishloqqa kelishining sababi bu loyiha Shveysariya asosida qishloqlar aro deb filial boradi, chet elga. Shular olib kelgan bizga ichimlik tizimni bu yerga loyihalashtirgan. Loyihamizda 59 ta kolonkadan iborat. Hozirgi kunda to'g'ri mana qishlar mayoqqa shu kelmayapti degan sababini ham aytib beraman. Keyin chuqurlarda tushuntirib ketaman. To'g'ri hozir 5-6 kundan beri suv kelmayapti. Kelmashining sababi elektr energiyadan qarz olib qo'ygan. Bu yoq 19 million qarzimiz bor. Aholidan 39 million qarzi bor. Aholi to'lamayapti suvni, chunki narxini baland deydi, ichmayapman deydi. Xullas anaqa bo'lib, aholi uylarga tizimli loyihalar buzilib, xonadonlarga kirgizib oldi. Lekin ashunda ham mana shu turgan yerimiz bu yog'i 100% suv ichyapti. Endi hozir mana bugun xudo xolasa tushum qilyapmiz, va'da berdik. 3-4 kundan keyin hech bo'lmasa 5-6 million to'lov qilamiz derdik. Mana bugun xudo xolasa shu pulni tikkaladik. Endi hozir mana aholi o'rtada nizolar chiqdi. Ichmayapman, men u yerdan olib kelyapman, bu yerdan olib kelaman deb ko'p odam so'roq qilmagan sababli svetimiz o'chdi. Endi kecha aholi to'planib o'zlari kelishgan holda 3 oy chiqib kelaylik dedi. Bo'pti dedik. Tizimni men aytdim, shunaqa 59 tadan iborat bu tizim. Endi 3 oycha tushirib olsak, buni qoplashi bor, qoplashmasi bor degan savolni berdim. To'lovini ham o'zimiz siz menga va'da bering, aradan chegaradan 300 kuba suvni olib bering, biz to'lovini to'laymiz degan uchun mana 3 oycha tushirib boshladik. Hozir qishlog'imiz yarmiga yetib borib qoldik. 3 oychalarni tushiryapmiz. Bugun to'lov qilamiz, ertaga nasosni yurgizamiz. Endi 19 milliondan ashunga ham bartaraf qila olmaymiz, hech bo'lmasa 5-6 million keladi bugungi kunda. To'lov qilamizda nasosni ertaga yurgizamiz. Qishlog'imizning muammosi shu, endi aholi baribir bizdan norozi. Ichmayapman deyapti. Biz suvni olib kelyapmiz, isrofgarchilik ko'p. Juda o'ta-o'ta isrof qilib agrar sug'oryapti. Bizning loyihada agrar sug'orish, umuman ichimlik suvi toza suvda yo'q bu. Lekin agratga sug'orishyapti, boshqa yo'l ko'chalarda oqib yotibdi. Endi biz har birini bekitib yurgan ulgurmayapmiz ham. O'nglab uyib qo'ysak, yerga og'ilish va anaqa qilib aholimiz endi tartibdan chiqib ketib qoldi. Xohlasa mana komitetimiz yangi bo'ldi. Birinchi o'rinda suvni qo'ydi. Mana komitetimiz mana birgalikda olib ishlayapti. Tan olish kerak, bugungi kunda aholining foydalanilgan ichimlik suvi bo'yicha to'lov madaniyatiga rioya etishlari qoniqarli ahvolda emas. Vaholanki xizmat ko'rsatish sifati mana shu mablag'ga bog'liq. Fuqarolar to'lovni o'z vaqtida amalga oshirsa muammo ham yuzaga kelmaydi, biroq qarzdorlik kundan kunga ortib borayotgani nafaqat ta'minot sifatiga, balki mas'ul idoralar bilan iste'molchilar o'rtasidagi munosabatga ham dars yetkazmoqda. Ushbu mahalladagi vaziyat ham aynan shu sabablarga kelib taqalgan. Otchoparlikman, lekin otchoparlik bo'lib turib, bir payt xafa bo'lib ketaman-da men. Odamlar ichgan suvga pul to'lamayapti. Qarzdorlik katta. 18 million qancha ham 19 million yaqin qarz bo'lib qolgan. Hujjatni bosib qo'ygan. Mana aholi biz o'zimiz uyimizni oldindan to'laymizmi, svet pulini tugab qolsa o'chib qolamiz. Ya'ni ham malades oldindan to'lamayapmiz hozir. Bu yerdan aniq qo'ygan hozir. Qarzdorlik. Endi hozir buni iflasa ekan, bunga to'lash kerak buni. Ha, to'lamayapti. 10 ming so'm kalla boshiga. Bizniki Adirbiyandan kelgan suvimiz. Mana endi hozir yo'q qilib qo'ysa, tashib ichishyapti 50 ming so'mdan bir tonna suvni boshindadan. Shuni 10 ming so'm to'lab qo'ysa, qaza qilib ichoradi. Endi tizim ishdan chiqibdi. Hamma uyga olib kirib oldi. Olib kirib olgandan keyin algatlar yoqizib yuboryapti suvni opa. Men endi 3 oycha qo'ysak,
hammani hisob kitob bilan ichadi. Mana hozir uchuvchi yo'q, uyda agati sugaryapti. Adirgacha ishga ketayotib, ya'ni plagasini qo'yib, gran tosh to'lib qoladi deb ketadi, kelgunchalik oqadi. Kelguncha qo'shniga suv chiqib berdi nechiga. Mana endi shuni o'ylab turib, oxiri shu narsaga biz qaror qildik. Uchuvchini qo'yamiz dedik. Xalqimizga yengillik bo'lsin deb uchuvchini eng birinchi qo'l zavoddan birinchi qo'l men topib turib, shu bilan gaplashdik, arzon bo'lsin deb. Men sharq o'zim ochib olmayman. Mana qilib qo'yapmiz hozir men uchuvchini. Shunaqa qilmasa iloji yo'q hozir. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, muammoning yechimi iste'molchilarning o'zlariga bog'liq. To'lovni o'z vaqtida amalga oshirish orqali ta'minot sifatini yo'lga qo'yish mumkin bo'ladi. Buning uchun mavjud 430 ta xonadonda yashovchi 3000 nafardan ziyod aholi zimmasidagi burch va majburiyatga mas'uliyat bilan yondoshishi talab etiladi. Aytgancha, ushbu munosabatni tayyorlash davomida qo'shimcha xabar oldik. Aholi qarzdorlikni so'ndirishga astoydil kirishgan, ta'minotchi korxona esa suv ta'minotini tiklash ishlarini boshlab yuboribdi. Demak, har ikkala tomon bir-birini o'zaro tushungan holda vaziyatga yechim izlamoqda.